ahmoq 40 ta ayolni mas'uliyatni ham bo'yningga olib chiqasanmi? Ayollar ham hammasi ey Alloh kechir tavba qildim subhanalloh xudo hech narsa bo'lmasin hammasi uyga qaytsin iltimos boshqa qilmayman bu yoqqa retrit deganman hattoki. Sayohatimizdan biri bu ayollar bilan Qozog'iston va Qirg'iziston. Buni olib qarasangiz Qozog'iston Qirg'iziston nimasi qiziq deydi-da. Ishoning. Agar siz O'zbekistonda yashab yoningizga Qirg'izistonni o'rmonlarini ko'rmagan bo'lsangiz ko'p narsani yutqizgansiz deb ayta olaman. Lekin eng zo'ri vertolyotda bizni 4,5 ming metr tepalikka olib chiqib birinchi lagerga, o'sha lagerda bir kecha yotib qolishimiz bo'lgan. -18 da. Men uchun hozir har qanaqa sovuq hech narsa emas. Chunki men -18 da yotganman. -18 mishokni ichida yotaman, dirilyapman. Uyqularim kelmayapti, nima qilsam? Minut sanaganmiz. Qachon soat 6 bo'ladi-yu ertalab bizni vertolyot olib ketadi sovqatganimizdan-da. Yana o'sha yerda tepada kislorodniy golodaniya boshlangan, boshlarimiz og'rigan paytlar bo'lgan. Boshqa 40 ta ayolni olib chiqib o'sha yerda men o'zim mayli yotibman bir amallab nafaslarim siqilyapti. Men anitda orqadagi ayolni o'ylaganman. O'zimga o'zim aytgan ahmoq 40 ta ayolni mas'uliyatni ham bo'yningga olib chiqasanmi? Sen ular uchun mas'ul. Bittasi nimadir bo'lsa, yuragi to'xtab qolsa nimadir nima deysan yaqinlariga? Yuraklarim urib ketgan. Rozi xudo hech narsa bo'lmasin, hammasi uyga qaytsin iltimos. Boshqa qilmayman bu yoqqa retrit deganman hattoki. Lekin bir narsani bilaman, Alloh hamma narsani hisob-kitobda qiladi va agar o'sha yer biz uchun xavfli bo'lganida edi, bizni qalbimizga solmasdi va bizni u yergacha yubormas edi. Allohga shukr, hammamiz eson omonlikda vertolyotda reys bo'lib pastga tushdik. Hammamiz sog'lom, hammamiz chiroyli, baxtli va hammasi kuchli transformatsion soznaniya bilan tushgan. Tianshang tog'ining ustida uyimizdagi o'sha issiq kravatimiz, issiq yostig'imizning qadri qanchalik shirinligini, qanchalik zo'rligini tushunganmiz. -18 da yotib ko'rib, butun hayoting, butun joying, uyim, masalan, uyim yaxshi emas, spalnyam falon, bu yog'im u yoq deydigan ayollar ham hammasi ey Alloh kechir tavba qildim subhanalloh. Yetkizganingga shukr, boriga shukr ekan, boriga shukr. Alloh boshqa hech qachon bunaqa demayman deb tushdi. Chunki Alloh bir kunga bo'lsa ham bizga ko'rsatdi. Ana shunaqa holat bilan, shunaqa hissiyot bilan pastga tushganmiz.